Yong'in bo'lyapti. Hech kim yoniga yaqinlasha olmayapti. Kimdir gapirishi mumkin-ku, telefon turgan boshidagi epga borib urilgan. Shofyorlar ham, xudo xohlasa, shofyor kim aka? Sizmi shofyor? Aka, Alloh sabr bersin. Siz chiqmadimi o'zingizga? Yo'q, aka, birinchi ehson mendan aka. Mana ehson. Xudo xohlasa, mana shuncha olomon turibdi, akalar, hammamiz yo'lda yuramiz, to'g'rimi? Aka, hammamiz borku, birga bo'laylik. Turgan Isuzu ham yonib ketyapti, epka ham yonib ketyapti. Mana bitta ko'rsatuvni yaqinlashtirib, operator. Hammamiz mana yo'lda yuramiz akalar, hech kimni boshida bo'lmaydi demaymiz, to'g'rimi akalar? Birgalashaylik, xudo xohlasa O'zbekiston, O'rta Osiyo bitta-bittadan karta tashlab. Aka, yana bormi kartangiz? Yo'q, ash xolos. Ash xolos. Nomeringiz nechi? 94 94 438 0011. 0011. Xo'p, Toshkent vodiy yo'nalishi mana xudo xohlasa hamma yordam, sizlardan ham yordam kutamiz. Bosaylik, hozir mana xudo xohlasa ehsonni vaqti. Endi ko'rib turibsizlar, juda ham og'ir holat, hech kimni boshiga bunaqa solmasin. O'rtoqlar, biz bitta birlashsak, xalqimiz birlashsak, vatanimiz. O'zbeklar birlashishini ko'rgansizlar. Shu paytgacha juda ham ko'plab oilalarning hayotini saqlab qolganmiz. Hozirgi paytda biz yordamimiz juda ham muhim bu akamlarga. Aka, Alloh sabr bersin sizga. Aka, joningiz sog' bo'lsin aka. Yordaminglarni ayamanglar mana. Inshaalloh bu aka metal xudo xohlasa mana kechgacha mana video qo'yamiz aka. Pul yig'iladi aka inshaalloh. Telefon qilasiz bizga. Aka, birgalikda xudo xohlasa yordam qilamizmi? Like bosib, tarqatib bosamiz.